Barselonaga yozda Julian Alvares keladi desam ishonasizmi? Ishonmasangiz videoda oxirigacha ko'rib, men bilan ulagan kanaliga obuna bo'lishingizdan chiqmasin, chunki bu kanalimda video editlar va kinolarda editlarini qo'yib boramiz. Unda obuna bo'lgan bo'lsangiz boshladik. Barselonaga yaqin manbalar xabar berishicha, Atletico vakillari bilan Barselona uchrashishga qaror qilgan va Alvaresni sotib olish uchun jiddiy kurashmoqchi. Va Atletico Madrid Alvaresni 100 million yevrodan teparoqqa sotmoqchiligidan xabar qilgan va Barselona esa 100 million yevro hamda bir ikkita futbolchisini Atletico Madridga sovg'a qilmoqchi va transfer summasini shu bilan birgalikda tushirmoqchi. Julian Alvares Barselonada o'ynashni xohlayapti va u ham o'zi ham harakat qilsa, bemalol Atletico Madrid Barselona bilan muzokara olib borib, Alvaresni Barselonaga sotishi mumkin bo'lyapti. Shuning uchun Alvares Barselonaga kelish ehtimoli ancha yuqorilashdi va Alvares Barselonaga qanchalik foyda keltirishini siz ekspertlar fikriga menga juda ham qiziq, chunki siz futbolni mendan ko'ra yaxshiroq bilsangiz, kommentariyaga Alvaresni Barselonaga nima bera olishi, Barselona Alvaresga nima bera olishini yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Kommentariyada gaplashamiz.